Duo qiling va xuddi u allaqachon amalga oshgandek yashang. Men neurologiya fan studentidan buni o'rgandim va shuni tushunib yetganimdan keyin hayotim tubdan o'zgarishni boshladi. Duolarning qabul bo'lishining eng kuchli yo'llaridan biri bu uning ijobat bo'lishiga chin qalbdan ishonishdir. Buning islomiy asosi ham bor. Alloh taolo hadis quddisida aytadi: "Men bandam meni qanday o'ylasa shundayman." Ya'ni siz Allohdan yaxshilik kutasizmi, Alloh sizga yaxshilik beradi. Siz umid bilan duo qilasizmi, Alloh umidingizni zoya qilmaydi. Buning ilmiy neurologik asosi ham bor. Inson miyasi o'z e'tiqodiga qarab moslashadi. Agar siz duo qabul bo'lishiga haqiqatan ham ishonsangiz, miyangiz xuddi u allaqachon amalga oshgandek ishlay boshlaydi. Buni neyron faollashuvi deb atashadi. Miya sizning ishonchingizni mos ravishda fikr va harakatlaringizni tayyorlaydi. Har kuni uyg'onganingizda siz duosi qabul bo'lishiga ishongan inson kabi o'ylaysiz va harakat qilasiz. Shu holatda davom ettirsangiz, miyadagi bog'lanmalar yanada kuchayadi. Bu xayolparastlik emas, ba'zilar xayolparastlik deb o'ylar ekan. Bu xato. Bu ongli ravishda o'zingizga aytayotgan hikoyangizni to'g'ri tanlashdir. Qaysi fikrda yashashni o'zingiz tanlaysiz. Ilmiy tajribalarda shunday holatlar juda ham ko'p kuzatilgan. Sportchilarga oddiy suv, shakar berib, bu kuch beruvchi ichimlik deb aytishganida, ular juda ham yaxshi natija ko'rsatishgan. Og'riq bilan aziyat chekayotgan insonlarga oddiygina krem berib, bu og'riqni qoldiradi deb aytishganda, ular og'riqni kamroq his qilishgan, chunki ular ishonishgan. Ammo sizning holatingiz boshqacha. Siz oddiy suv yoki oddiy krem bilan emas, balki qudratli va hamma narsasi bor zot bilan muomala qilyapsiz. U sizni eshitadi, har bir qilayotgan ishingizni ko'radi va sizga eng yaxshisini xohlaydi. Shuning uchun duo qilayotganingizda faqat Allohdan so'rabgina emas, balki duolaringizni go'zal tarzda ijobat qilishiga ham yaxshi gumonda bo'lishingiz kerak. Alloh sizga qalb xotirjamligi va duolaringizni ijobatini nasib qilsin.